hafta duo qilib o'tishingiz tarafdoriman. Albatta. Bugungi bo'lgan ehsonimiz mobaynida boya 1.700.000 sovg'a, hozir esa 850.000 sovg'a tushdi umumiy hisobda. Endi kartadagi pullarni bitta-bitta qaytarib o'tsangiz, ayting aka, kartada qancha tushdi? 3.500.000 3.500.000 5.990 5.990 23.900 23.900 umumiy hisobda qancha tushgan bo'lsa aka meni hisobimga. Men hozir efirdan keyin sizga skrinshotga olib tashlayman. Karta raqam tashlaysiz, sovg'alaringizni 30% menga ham tushgan. Bu sovg'alarni hammasini yechib turib, karta raqamingizga o'tkazib beraman. O'zimdan qo'limdan kelgancha qo'shib o'tkazib beraman. Bitta chiroyli xalqimni duo qiling aka. Tamom. Sizdan boshqa hech narsa kerak emas. Bitta chiroyli duo qiling. Ilohi amin, yo robbil alamin. Mana shuncha qiyinchiliklar, og'ir o'tgan 4 yil mushkulotlardan so'ng Allohim o'zini bergan imkoniyat mana shu efirda ishtirok etganlarni hissalari qo'shilib, mana shu yerda hozir barcha hissa qo'shib, like bosib, sovg'a tashlab, kartamizga pul tashlab, shu efirda kartalarimizni yozib turib, o'z hissasini qo'shgan barchalarni ehson tariqasida qabul qilib, barchalarning qilgan ehsonlarini Allohim o'z dargohiga maqbul mag'firat qilsin. Ajr savoblarini oxiratlariga, zahira gunohlariga, kaforat ishlariga rivoj qilsin. Bilmay qilayotgan gunohlariga kaforat qilsin. Allohdan nimaiki talablari, nimaiki maqsadlari bo'lsa, ortig'i bilan erishib, farzand talabidagilar farzandli, daromad talabidagilar daromadli. Nima Allohdan talablari, maqsadlari bo'lsa, ortig'i bilan erishib yurishsin. Musofir yurtlarda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz, ilohim nima niyatlar bilan musofir yurtlarga borib yurgan bo'lsa, niyat va maqsadlariga ortig'i bilan erishib, yorug' yuz bilan yurtlariga, oila bag'riga xursandchiliklar bilan, yorug' yuz bilan qaytishlik nasib qilsin. Shu efirda ishtirok etgan barchalar meni xursand qilishdi. Barchalarini Allohim g'oyibidan xursand qilib, doimo savobli ishlarga qodir bandlar qatoriga qo'ysin. Barchalaringizga ming rahmat. Aytganingiz, amin, Allohu akbar. Akamizdan xursandmisiz? Aka, men mingdan ming xursandman, to'g'risi. Bunaqasi men to'g'risi men hozir bilmayman nima bo'lyapti. Men bunaqa narsa, men bunaqa holatga hali misol erkakning eng hayajonli vaqtlar qachon bo'lishi mumkin bo'lsa, menda o'shanda bo'lgan, shu har bitta erkakda bo'ladi. Lekin bunisi hali bo'lmagan. Ha, nasib bo'lsa aka, nasib bo'lsa inshaalloh, nasib bo'lsa aka. Xudo xolasa yurib ketganlaringizni ko'raylik. Jiyanimizni o'pib qo'ying, Men nasib bo'lsa hozir efirdan keyin hozir karta tashlang, menga обязательно tashlang. Men o'zim sizga aloqaga chiqib turib, kartangizga menga tushgan hisobdagi har bitta tiyinigacha ortig'i bilan men sizga o'tkazib beraman akajon. Meni ham sizga chiroyli bir ataganim bor. Joningiz sog' bo'lsin. Kamini Xudoyim to'ldirsin. Agar ama joningiz sog' bo'lsin. Bo'pti aka, mayli, duo qiling, tamom.